Assalomu alaykum ustozlar. Hammaga yana bir marta bugun birinchi modul 23-test. Yana to'g'ri burchakli uchburchak. To'g'ri burchakli uchburchakda test ko'proq ekan. Boshlaymiz bo'lmasa. Demak, ketdik. Birinchi navbatda nima deganmanda? Birinchi misoldan boshlayman. To'g'ri burchakli uchburchak AH demak balandlik. Demak, bizda gipotenuzaga tushgan balandlikni kvadrati, ya'ni 2 ildizda 6 ni kvadrati gipotenuzadan ajratgan kesmalar ko'paytmasiga teng. 24 barobar 4x bo'ladi. X topadigan bo'lsam javob 6. Ya'ni bu D javobda bor. 1. 2. AB bilan AC perpendikulyar, x ni top degan. 2 bilan 8 ni berib. Katetning kvadrati, ya'ni x manda katet. Katetning kvadrati proyeksiya ko'paygan gipotenuza. Ya'ni 80. X topadigan bo'lsak 4 ildizda 5. 4 ildizda 5 belgilab qo'yasizlar. Ya'ni birinchi balandligi top, keyin x ni top qilib o'tirmadim. Birdaniga katetning kvadrati proyeksiya ko'paygan gipotenuzadan foydalandim. Keyingi xossa bizada AB bilan BC perpendikulyar, BD bilan AC perpendikulyar. 4 9 berilgan, BD ni 18 ligi berilgan. BD 18, okey, x ni top deb so'rabdi. Demak, ABC to'g'ri burchakli uchburchakda men BH ni top bilaman hozir. Gipotenuzaga tushgan balandlik kvadrati 4 kere 9 36 bo'ladi. Ya'ni BH 6. Menda BD kesmani to'liq 18 deb bergan. 6 ni chiqib tashlaydigan bo'lsam, menda bu taraf HD 12 qoladi. Va menda mana bu yoqda bitta to'g'ri burchakli uchburchak bor. Xo'p, mana shuni. Endi bo'yaylik CDH. Hozir ko'kda bo'yalib qoladi. Diqqat qilinglar. CDH. To'g'ri burchakli uchburchak, ya'ni katetlari necha bilan necha? 9 bilan 12. Gipotenuza x menda shunda 15 chiqadi. 15 degan javob C javobda bor. Ketdi. 3-masalani yechimi bo'ldi. Endi 4. Xo'p, yana ABC uchburchak berilgan. Endi to'g'ri burchakli uchburchak emas ekan bizda. Mana bu ikkita burchak teng ekan bir-biriga. Ya'ni bundan alfa desam, bu yoq tarafim ham alfa. Mana A burchagi top bilamanmi? Bu yog'ini ADC to'g'ri burchakli uchburchakda 90 gradus minus alfa bo'ladi. Demak, alfa bilan 90 gradus minus alfani qo'shganim menda 90. Ya'ni ABC uchburchagining A burchagi menda 90 gradus bo'lar ekan. Mana. Va AD gipotenuzaga tushgan balandlik, ya'ni balandlikning kvadrati 6 ning kvadrati barobar 4 ko'paygan x. X ni topaman, javob 9 chiqadi. 9 degan javob belgilayman. E javobda bor. 4-savol ketdi. Endi 5 ga o'tamiz. 5-savolda. Xo'p, ABC uchburchak, bitta 90 gradus bor mana. Mana bitta 90, ikkinchi 90, uchinchi 90 bor. Xo'p, 8 deb AH kesmani bergan, 16 deb BH ni bergan. Bizdan HD kesma so'ralgan. Qanday qilib topamiz? Birinchi navbatda ABC uchburchakda mana AH BC gipotenuzaga tushgan balandlik, mana CH ni hozir A deydigan bo'lsam, 8 ni kvadrati barobar 16 ko'paygan A. Bu 64 bo'ladi. A ni topsam javob 4 chiqadi. Va ikkinchi tarafda mana A lik kesma, ya'ni CH kesma, bu menda ACD to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasiga tushgan balandlik. Ya'ni A ni kvadrati barobar 8 ko'paygan x. 4 ni kvadrati bilasizlar 16, bundan x topsam sirasi javob kelib chiqadi. 2 2 degan javob belgilaymiz, A javobda bor. Ketdi. Bu 5-masalani yechimi bo'ldi. 6-masala. Xo'p, bu yoqda bizga BH ni 9 deb bergan ustozlar. X ni top degan.
AB 9ligi bor, 6ligi bor. Birinchi navbatda mana bu BCD uchburchakda, BCD uchburchakda BCD uchburchakda mana bu CH kesmani hozir A deb belgilaydigan bo'lsam, katetning kvadrati, ya'ni 6 ning kvadrati barobar proyeksiya A ko'paygan gipotenuza A plus 9. Tenglamani yechib A teng 3 ligini topsak bo'ladi. A teng 3 degani bundan BC teng 12 degani. Va men bu yoq tarafda ABC to'g'ri burchakli uchburchakda bir marta nima qo'llayman? Pifagor qo'llayman. Ya'ni katetlari 12 ga 9. Shunda gipotenuza menda 15 degan javob kelib chiqadi. 15 degan javob bu. A javobda bor. Ketdi. Bu 6-masalani yechimi bo'ldi. Endi 7-masalada katetlar bor 8, 15 gipotenuzaga tushgan balandlik topilsin deb so'rabdi. Katetlar bo'yicha gipotenuzani topib bilaman. Gipotenuza 17 chiqadi. Va yuzalarni tenglashtiramiz. Ya'ni bir marta ikkita katet ko'paytmasini yarmiga teng. Ikkinchi tarafdan gipotenuza va unga tushgan balandlik ko'paytmasini yarmiga teng. Ikkilar qisqarib ketadi. 17 x teng 120 bo'ladi. X ni topganim 120 taqsim 17. Qaysi javobda bor? Bu bizada Y javobda bor. Ketdi mana. Endi 8-masalasiga o'tamiz. 8-masalada e'tibor beringlar ustozlar. AB bilan BC perpendikularligi bor, ya'ni mana burchak 90 gradusligi bor. 4, 8, 2, 2. X ni top deb so'rabdi. Qanday qilib topamiz? Birinchi navbatda e'tibor beringlar, mana 4 ning kvadrati 2 kara 8. Ya'ni BD ning kvadrati barobar AD ko'paygan CD bo'lyapti. Bundan men xulosa qilsam bo'ladi, BD balandlik deb xulosa qilsam bo'ladi. Chunki balandligi kvadrati gipotenuzada ajratgan kesmalar ko'paytmasiga teng. Demak, D burchak bu tarafda ham menda 90 gradusligi bor va bitta Pifagor bilan x teng 2 ildizda 2. Tamom. Qaysi javobda bor? C javobda bor. Ya'ni to'g'ri burchakli uchburchakda bitta kesma o'tkazib turib, shu kesmani kvadrati bu yoqda gipotenuzada ajratgan kesmalar ko'paytmasiga teng bo'lgan vaziyatda men o'sha kesmani balandlik deb olishga nima haqqim bor ustozlar. Tushuntirib bera oldimmi? Rahmat. Ana endi sizlar bilan 9-savolga o'tamiz. 9-savolda xo'p 2 ildizda 3 menda AD, HY1 BH3 YC teng x topilsin deb so'rabdi. Birinchi navbatda mana BDY uchburchakda, ya'ni BDY qanaqa uchburchak? Bizada to'g'ri burchakli uchburchak. DH kesmani topib bilamiz, to'g'rimi? Ya'ni DH ni kvadrati barobar 3 ko'paygan 1, ya'ni 3 chiqadi. DH ni topganim menda ildiz ostida 3. Ildiz ostida 3 yozib o'tirmadim. Shunda AH menda to'lig'icha necha chiqadi? AH menda to'lig'icha 2 ildizda 3 plus ildizda 3. Ya'ni 3 ildiz 3 chiqadi. Ketdi. Katta ABC to'g'ri burchakli uchburchakda gipotenuzaga tushgan balandlik bor. Ya'ni 3 ildizda 3. Shuni kvadrati gipotenuzada ajratgan kesmalar BH3 ko'paygan x plus 1. Buni kvadrati 27, 3 ga bo'lsam 9. X ni topsam javob 8 chiqadi. 8 degan javob belgilab qo'yasizlar, C javobda bor. Marhamat. 9-savol ketdi. Endi 10 ga o'tamiz.
10 AB bilan ATS perpendikulyar. Okey, A burchak, D burchak 90, DF AY balandliklar. Ikkita DF teng 3 ta AY. Buni xossasini o'rgatganman. Bu yoqda 3 yo'q. Shuning uchun buni 3A, buni 2A deb olishga haqqimiz bor. Ya'ni DF mana bu balandlik bizada 3A. Bu yoq taraf bizada 2A. Tushuntirib bera oldimmi? YF bilan FC teng BY ni BC ga nisbati so'ralibdi. Demak, BY kesmani tak X deylik, mana ikkita kesmalar y bo'lsin. Endi bizada nimalar bor ustozlar? Birinchi navbatda BDC. BDC ni chizaman men. BDC. To'g'ri burchakli uchburchakda gipotenuzaga tushgan balandlik bor 3A. Shuni kvadrati, ya'ni 9A kvadrat barobar gipotenuzada ajratgan kesmalar ko'paytmas. X plus y ko'paytiruv y. Tushuntirib bera oldimmi? Ikkinchi tarafda mana bu ABC uchburchakda bizada nima? Oba. Gipotenuzaga tushgan balandlik bor 2A, uni kvadrati bizada 4A kvadrat barobar x ko'paygan 2y. Gipotenuzada ajratgan kesmalar. Nisbat olib yuboramiz. A kvadratlar qisqarib ketdi. 9 taqsim 4 barobar y lar qisqarib ketdi. X plus y taqsim 2x. 4 bilan boringlar, men 2 ni ham qisqartiraman, bu yoqda 2 qoladi. Yozaman. 2x plus 2y teng 9x. 2y teng 7x. Y topsam 3,5x. Mandan masalan shartida nimani so'ragan? BY x taqsim BC x plus 2y. Ya'ni x taqsim x plus 2y joyiga ham men 7x qo'ya bilaman. Shunda javob 1 taqsim 8 degan javob kelib chiqadi. Bu menda A javobda bor ekan bu. Tushuntirib bera oldimmi? Salgina yozuvi ko'proq bo'lar ekan, hisob kitob oddiy. 10 ketdi. 11. AH perpendikulyar BC ga tagi AY bilan YH teng. Ya'ni mana bu kesmani hozir men A deydigan bo'lsam, bu yoq tarafi ham A. Kelinglar HC kesma uzunligi B bo'lib tursin. DB topilsin, ya'ni X topilsin debdi. Birinchi o'chirtda yana mana bu ichkaridagi uchburchakdan boshlayman. Ichkaridagi uchburchak menda to'g'ri burchakli uchburchak. Gipotenuzaga tushgan balandlikni kvadrati, ya'ni A ni kvadrati barobar 2 ko'paytiruv B. Endi katta ABC uchburchagimda ham men shu narsani qo'llasam bo'ladi mana. ABC uchburchagimda ham xuddi shu narsani qo'llasam bo'ladi. Ya'ni gipotenuzaga tushgan balandlik endi menda 2A. Shuni qavsda kvadrati gipotenuzada ajratgan kesmalar ko'paytmasi. X plus 2 ko'paytirilgan B. Ya'ni bu 4A kvadrat bo'ldi. X plus 2 ko'paygan B. A kvadratni joyiga 2B ni qo'ysam 4 ko'paygan 2B barobar X plus 2 ko'paygan B. Ikkala tarafdan menda B lar qisqarib ketadi. X plus 2 teng 8. X topsam menda javob 6 chiqadi. 6 degan javob bizda A javobda bor. Ustozlar, marhamat. Tak ketdi. 11 ketdi, 12. AB bilan AC perpendikulyar, X 16 2 bor. AH dan X kesma uzunligi topilsin. Ketdik. Bir boshdan boshlaymiz. Mana CH kesmani uzunligi A bo'lsin. Shunda X menda gipotenuzaga tushgan balandlik bo'yicha X ni kvadrati barobar 16 ko'paygan A. Tushuntirib bera oldimmi?
Va ikkinchi tarafda mana alik kesma menda ACD uchburchakda. Ya'ni a kvadrat barobar nima? 2 ko'paytirilgan x. Endi bundan biza qanday qilib topsak bo'ladi ustozlar? Mana birinchi tengligini kvadratga ko'taraman. Ya'ni x ni 4-si barobar 256 ko'paygan a kvadrat. A kvadratni joyiga ham 2x qo'yaman. X ni 4-si barobar 512 x bo'ladi. X lar qisqarib ketadi. X ni kubi teng 512. Bu degani 2 ni 9-si. X ni topadigan bo'lsam, menda javob 8. Xush kelibsizlar. D javobda bor. Tushunarli bo'ldi. Bu bizada 12-savolning yechimi bo'ldi. Xo'p, agar savollar bo'lmaydigan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, like bosish, komment yozish esdan chiqmasin. Chunki bu darslar hammasi sizlar uchun. Sizlarning fikrlaringiz men uchun qiziq. Hammaga rahmat ustozlar. Keyingi videoda ko'rishamiz.